Vo, voy, nimani ovozi bu? Yo. Nimaga mani kompyuterim bunchalik qotyapti? Yaramas. Voy, Minecraftda modlar soni juda ham ko'payib ketdi. Shu sababli qotyapti shekilli. Modlarni biroz kamaytirishim kerak, lekin modlarni kamaytiradigan bo'lsam, videolarim juda ham qiziqarli chiqmay qoladi. Mayli, bir amallarman aytgancha. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'xa va do'stlar, sizlar meni yangi video roligimda. Sizlar albatta videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar, chunki bu men uchun juda ham muhim. Hozir Minecraftda video olaman deb Minecraftga kirsam juda ham qotyapti, chunki modlar soni juda ham ko'p. Zo'r video olish uchun zo'r modlardan foydalanishim kerak. Va sizlar ham shunga yarasha zo'r короче aktivlikni ko'rsatishinglar kerak. Men esa hozir Minecraft o'ynab o'tirmasdan chiqib polizimda ishlay qolganim ma'qul deb o'ylayapman. Chunki rostdan ham polizimda juda ham ko'p ishim bor. Lekin poliz ishlasam telefonim kelyapti. Alo, eshitaman. Jo'xa, men uyga bir kel. Hozir janob mer boraman. Mer chaqiryapti. Merning yoniga borish kerak. Mer nimaga chaqirayotganini to'g'risini aytsam o'zim ham bilmayman. Chunki mer nimadir bo'lishdan oldin aytdi. Eshik ochiq qolibdimi? Mer Minecraft qotyapti, ko'ryapsizlarmi? Ya, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tanish bu millioner. Assalomu alaykum, yaxshimisiz janob? Va yaxshi, rahmat. Короче, bu sen bilan yashaydi. Uyda tanishtir. Endi birga yashaysizlar. Qanaqasiga? U mehmon bir kun yashaydi, ko'p yashamaydi. Mayli. Unda yuring janob, mayli, siz bilan yaqinroq. Nima qildingiz? Yaqinroqdan tanishamiz. Bu yoqqa kel. Hozir bittasi ko'rsataman. Uy, Audi'mi? Bu meni mashinam. Men sen bilan yashayman. Endi bu mashina ikkalamiznik ham. Sen ham o'g'liga vaqtingni aytsang bo'ladi. Wow, dahshat-ku. Davay, uyingni oldiga haydaman, piyoda boraman. Xo'p, brat, dusha piyoda borasiz, lekin men mashina haydar ekanman. Dahshat mashina. Voy, Audi. Umrimda Audi'ni bilmayman nechinchi marta haydashim. Menimcha avval haydamagan bo'lsam ham kerak. Tak, voy, okey, normal. Dahshat mashina ekan. Bagaj yo'lda turadi. Haydashni zo'r urdalar ekansan, dahshat haydar ekansan. Bilaman. Mana shu meni uyim, shu yerda yashaysiz endi birgalikda men bilan. Uying juda ham kichkinaga o'xshayapti. Biroz kattartirsang yaxshi bo'lardi. Unda bitta zo'r ideya bor. Keling, ikkinchi qavatni sizga uy qilamiz. To'g'ri ideya, to'g'ri qaror. Mayli, unda sen ikkinchi qavat binosini quraver. Men merning yonida bo'laman. U bilan biroz hujjat masalalarida ishlarimiz bor. Mayli, bemalol. Qanaqa hujjat masalalari bilmadim, lekin men bilan birga yashamoqchi ekan. Unda ikkinchi qavatni uyga aylantirish kerak. Lekin menda resurslar yetarli emas. Ya'ni tosh, ya'ni yog'och, daraxt, ular o'shanaqa narsalar topib kelishim. Notebookimni ustiga chiqib ketdimmi? Mayli. O'shanaqa narsalarni topib kelish kerak. Albatta o'rmonga borish kerak uchun. Va mana bu Audi'ni haydab borib kelsam ham bo'ladi. Chunki endi bu ana bratni o'zi aytgandek ikkalamizning ham. O'shaning uchun asta haydab, asta tezmas astagina haydab qo'yam. Bo'ldi, mana shu yerda turadi. Chunki yonimda mana bu yerda ko'lga o'xshagan shaxta bor. Agar bu yerga tushib ketadigan bo'lsa, dabdal. O'shaning uchun tushirmaslikka harakat qilish kerak. Hozir esa daraxtlarni yig'ishtirib olaman. Daraxtlarni yig'ishtirib olgandan so'ng esa konga, ya'ni shaxtaga tushamanda tosh topishim kerak. Bilmayman nechta tosh kerak. Lekin o'ylashim bo'yicha anchagina tosh ketsa kerak yoki tosh ketmaydimi? Tosh ketmasa ham kerak, chunki tosh olmas ekanman. Chunki uyimni poli faqat toshdan qilingan va uyimni tepa qismi ham toshdan qilingan. Shunda ikkinchi qavatni poli ham toshdan bo'ladi. Va hech qanaqangi ortiqcha nima desam ekan, nima deyishni ham bilmayman. Ortiqcha tosh talab etilmaydi. Ya'ni ko'proq tosh olishim shart emas. O'shaning uchun kamroq tosh umuman olmayman. Biroz daraxt olib borsam yetadi. Minecraft rostdan ham qotyapti. Bor yo'g'i 30 nechtadir mod bor. 30 nechta mod endi kompyuterda qotiradigan bo'lsa, bu juda ham loy kompyuter bo'ladi. Kamida 50-60 ta modni qotmasdan ko'taradigan kompyuter haqiqiy legendarniy kompyuter bo'ladi. Lekin bizning kompyuterimiz legendarniy kompyuter bo'la olmaydi. U uchun bizga pul kerak legendarniy kompyuter qilishimiz uchun va bu uchun albatta videolarimni like bosib oxirigacha kuzatib, kanalga obuna bo'lib, aktivni yorib borishinglar kerak. Tosh hozircha olib bormayman, balki keyinroq tosh olib borishimga to'g'ri kelar. Lekin baribir hozir ham kerak emas. Xo'p, asta buramiz, chunki tez haydayotgan bo'lsam nimadir qilib qo'yishim mumkin. Mashinani unchalik yaxshi hayday olmayman. Audio rusumiga nima desam ekan? Voy, nima deyishni ham bilmayapman, qaranglar. Audio ekan xullas mashinani rusumi.
Tak, yopil nima bu yurib ketyapti orqaga? Ha, nima to'xta qayerga ketyapsan? Ha mayli hozir to'xtasa kerak. Tak, ana endi daraxtni taxtaga va narvon va bir ikkita narsalarga aylantirib olishimiz kerak. Tak, hammasini taxtaga aylantiramiz. Bundan 1 2 3 4 nechta daraxt. Tak, buni ro'ppa rosa 6 ta narvonga aylantirib oldim. Narvonlar yetadi endi. Tak, mana shu yerdan narvon orqali ko'tariladi. Ya'ni shunday tepaga chiqiladi. Bu yerda esa mana bu g'alati toshlar qarshi oladi. Voy, tapor bilan tosh titmoqchi bo'lyapmanmi? Oh, miyani qaranglar dahshat ishlashini. Ha mayli. Hop, ana endi yana qolganlarni ham tezroq olsak. Mana shu toshlar to'g'risini aytsam shunchalik yoqmaydiki menga. Juda ham yoqmaydi. Chunki yarimta blokdan iborat bo'lgan toshlar, bularni sindirish, yo'qotish biroz problemaga yaqinroq ish. O'shaning uchun asta-asta yo'q qilish kerak. Hop, okey. Xo'sh, normal bitta tosh pastga tushib ketdi. Hamma tushgandan keyin olaman. Voy, hammasini daraxtga aylantirib yuboribman-ku. Ha mayli, hozir shunday boraman, daraxt olib kelaman-da. O'sha daraxtlarni hammasini keyin daraxtlarni qo'yib chiqishimga to'g'ri keladi. Ungacha esa shunchaki yog'och bilan bitadigan joylarni yog'och bilan hal qilib qo'yganim ma'qul deb o'ylayapman. Lekin rostdan ham to'g'ri o'ylayapmanmi, noto'g'ri o'ylayapmanmi bilmadim-ku, lekin rostdan o'ylayapman. Tak, okey, bu yerni qanaqasiga oyna qilamiz? Bu yerga bitta va bu yerga bitta to'g'ri keladi. Ya'ni mana bunaqangi tarzda oyna bo'ladi. Bu tomonda ham xuddi o'sha tartibdagi oyna usulini qo'llaymiz. Ya'ni bu yerga bitta. Tak, bu yerdan to'liq yopamiz, bu yerni ham bu yer. Mana shunaqa bo'lsa, menimcha yaxshi bo'ladi. Bu tomon to'liq yopiladi. Tak, okey. Xo'sh, okey. Bu yerda oynalar juda ham ko'payib ketdimi deb o'ylayapman, lekin iloj yo'q, chunki zo'rroq uy qurishimiz uchun zo'rroq taktikadan foydalanishimiz kerak, ya'ni zo'rroq usuldan. O'shanda hammasi zo'r bo'ladi. Tak, eshik shu yerga to'g'ri kelar ekan. Shunda mana bu yo'q, normali. Bu yerga bitta eshik qoldiramiz ekanmiz. Tak, xuddi mana shu joyga bitta eshik va mana bu yerga ham daraxt qo'yamiz. Tak, ana endi yana keyingi qavatlarni ham qo'yib chiqamiz. Old tomonda ham oyna bo'lishi kerak albatta. Mana shu yerni oyna qilamiz. Bitta oyna yetadi menimcha. Ikki tomonda ham ikkita blok balandligida joy qolar ekan. Xo'sh, bunaqa va bunaqa. Daraxtlarim yetarlicha. Xo'sh, borib hozir daraxt olib kelish kerak. Daraxt yanada ko'proq daraxt kerak. Ustini ham yopishimiz kerak ekan. Mana bu yerdan ham bitta ochar ekanmiz, chunki biroz g'alati bo'lib qoldi. Ammo meni uyimga o'xshadi menimcha, chunki pastdan qaraganda deyarli bir xil chiqyapti. Mayli, hozir borib ikkita daraxtlarni olib kelaman, keyin esa qurilishni davom ettiraman. Ha, kitoblar ekan. Ko'zimga qanaqadir g'alati ko'rindi. Xo'sh, mana deyarli tayyor bo'lib qoldi. Hozir mana bu qo'limdagi narsalarni qo'ysam, ya'ni eshik, deraza deganday narsalarni qo'ysam, tak, chotki bo'ldi. Eshik ichkariga ochilayotgan bo'ldi. Endi bu yerga to'xtaylar, menda taxta qolmabdi-ku. Mana uni taxtaga aylantiramiz-da, qo'yamiz-da, chotki bo'ldi. Ana endi mana bu eshikni ham qo'yish kerak bu yerga. Mana. Endi bu yerga panjaralar olib kelganman, rishotkalar yetsa bo'lgani. Ikkita ortib ham qoldi. Ikkita ortib qo'ygandim. Mana bu yerga bunaqasiga qo'ysak, juda ham chiroyli bo'ladi. Tak. Endi oynalar qo'yib chiqish kerak. Oyna ko'p kelganman. Ko'p bo'lgani yaxshi o'zi. Zo'rroq bo'ladi hamma joy. Tak, juda ham chotki chiqdi. Endi kreslo, ya'ni kravat. Bilmadim, kravat kerakmi yo'qmi bratanga. Bittagina sandiq, to'rga qo'yamiz buni. Lekin sandiq yasasam juda ham ko'p. Chunki mana bunaqangi taxtalarim bor. Hozir verstaga yasash kerak birinchi o'rinda. Bratanga verstaga yasab beramiz. Endi bratam qanaqadir nima edi? Anaqa qiladi. O'zi uchun nima demoqchi edim? O'zi uchun kerakli narsalar yasasa bo'ladi. Tak, mana sandiq bitta qildi, ikkita qildik. Tak, ikkita sandiqni ustma-ust qo'ysak, menimcha hech nima qilmasa kerak. Bo'ldi, normali. Endi tayyor hammasi. Endi borib bratanga aytish kerak. Ya'ni u hozir Mernionida bo'lsa kerak. Mernioniga borib aytib kelamiz bratanni. Juda ham chotki uy bo'ldi, qaranglar. Wow, dahshat. Bunaqa uyni umrimda dahshat ko'rmaganman.
Tak. Judayam zo'r. Dahshat. Ana endi qayerda edi? Merni uyida albatta. Hozir Merni yoniga boramiz. Bratanni chaqirib kelamiz bu yoqqa. Tak, shu yerda bo'lsin-da o'zi ham. Assalomu alaykum, janob mer. Va alaykum assalom. Bir kunda necha marta salom bersam? Ay, mayli. Bratan uyni qurib bo'ldim, yuringchi ko'rsataman sizga. Davay, boraver, ortingdan boraman hozir. Mayli, keling ortimdan. Tak, xo'sh, ortingdan boraman, boraver dedi. Hozir kelsa Bratanni ko'rsataman. Lekin to'g'risi, вообще takoy uy chiqdi. Endi bilmadim bu uyga qanday yashash kerak, qanday bo'ladi hammasi. Mayli, normal bo'lsa kerak hammasi. Bratan tezroq kelsa edi, Bratanni kutib o'tirib, mana shu taraf jonimga tegib ketdi, to'g'risini aytsam. Xo'sh, Bratan nima qilyapti? Jitel bilan gaplashyaptimi? Mayli, hozir keladi, короче. Tak, kutamiz ana endi. Bratan tezroq keling, ey. Bratan kelasizmi yo'qmi? Mana keldi. Bratan keldingizmi? Mana uy qanday chiqibdi ko'ringchi. Yoribsan, to'g'risini aytsam, juda ham ajoyib chiqibdi. Bo'ldi, endi kechasi uxlayman. Men hozir bir ikkita ishlarim bor, o'shalarni qilaman-da. Keyin kelib kechasi uxlayman, bo'pti. Mayli, undan men ham kirib uxlashga tayyorlanaveray. Mana o'sha kecham tushdi, ana endi uxlash kerak, lekin men svetni o'chirib qo'yibman. Mayli, yo'q uxlayman bu kecha, chunki elektr ketsa ham endi iloj yo'q. Tak, qanday uxlayman, belim og'rib ketsa kerak, Ey! Bratan, nima qilmoqchisiz? Seni o'ldirmoqchiman. To'xtang. Orqangizdagi nima narsa anavi? Qaysi? Hayli orqangizga bir qarang, orqangizga turibdi-ku. Hozir qarayman. Qani? Tak. Orqangizdagi mana orqangizdagi. Bu yaramas, meni o'ldirmoqchi bo'ldimi? Votdi. Men bunga uy qurib bersam ham meni o'ldirsa bu jinni ekan-ku toza. Mayli. Ko'rdingmi? Yaxshilik qilasan, unaqangi o'limga duchor qilishlari mumkin seni. Ko'rdim. Gap yo'q, qo'yil. Zo'r o'ldirding, chiroyli o'ldirding. O'ldirishni ham chiroyli usuli bo'lar ekanmi? Bilmadim, yaxshi qilding menimcha. Bilmadim yana ham. Bo'pti, sog' bo'l, короче, men ketdim. Bor uxlayman. Ana endi uxlayman. Endi menga hech qanaqangi to'siq bo'ladigan narsa bo'lmasa kerak. Tak ilamiz quroldi. Endi uxlaymiz.